Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan bugun men Zervikiz o'z bugungi videoga xush kelibsizlar. Bugun biz o'sha vyjvaniyamizni davom ettiramiz. Hop, o'tgan qismlarda biz nimalar qildik? Ferma qildik. Ya'ni shakar qamish qishloqda bo'ldik va qishloqdagi narsalarni o'marib keldik. Hop, qachqirib tushib qolgani uchun bu yoqqa sirasi kelaverdim. Hop, bugungi maqsadlar nima? Bugun biz albatta uy qurib olamiz. Mana kartoshkalarni yarmini pishirib olsam, qornim och qolgan ekan, shuning uchun kartoshkalarni yarmini pishiraman va mana bu daraxtlarni chopamiz do'stlar. Chunki bu daraxtlar bizga xalaqit beradi. Mana bu uy qurishimiz uchun. Shuning uchun bularni olib tashlaymiz do'stlar. Bularni olib tashlab bo'ldik. Hop, endi mana bu kartoshka pishyaptimi yo pishmayaptimi ko'rib olamiz. Hop, hozir ikkita bo'lar ekan, mana ikkita ham bo'ldi. Olamiz do'stlar. Va mana shu pishirilgan kartoshkani yeymiz. Nyam nyam nyam, mazali. Mayli. Salom hammaga, men Zabihullo opasiman. Bu mening opam. Haqiqiy ismim Zabihullo, to'g'ri ismimni aytmagandim. Hozir opam aytib qo'ydilar, shuning uchun hozir men ismim Zabihulloligini obunachilarim bilib qoldi. Mayli, hech narsa qilmaydi, ismim Zabihullo. Hop. Hozir biz daraxtni chopamiz do'stlar, ya'ni uy qurishimiz uchun daraxtni chopamiz. Daraxt bizga kerakli. Hozir opam yonimda. Mayli. Hop, daraxtni chopib bitta uy qurib yuboramiz. Do'stlar, videoga like bosib, kanalga obuna bo'linglar. Yaqinda biz 50 ta obunachi bo'lishimiz kerak. 50 ta obunachi bo'lsa, men nima qilaman deymi? Bu yerda olmos aslaha bo'lmaguncha o'ynayraman. Bu yerda olmos aslaha bo'lmaguncha o'ynayraman. Agar 50 ta obunachi kelsa, 50 ta obunachi kelmasa, undaqa narsa qilmayman. Hop, mayli, uyni qurishni boshlaymiz. Hop, mana shunday bo'ladi. Noto'g'ridan qurib qo'yapmiz, mayli. Ana bu yerda shaxtamiz bor edi, shuning uchun bu yerdan qurmaymiz. Mana bu yerlarni bo'shatsak, mana bu yerlarni bo'shatamiz. Mana bu yerlarni ham xullas hamma yog'ini olib tashlaymiz, barglarini, chunki uy qurishimiz uchun xalaqit beradi. Hop, mana shu yerdan quraveramiz. Hop, mayli dedi. Chiqsam bo'larkan, просто to'g'ri joydan chiqib qo'yayotgan ekanman. Hop, mana shu yerdan bo'lsa yo'q, shaxtaga to'g'ri kelib qolar ekan. Bizga shaxtaga to'g'ri keladigan uy kerak emas. Shaxtada yashagim kelmayapti meni. Hop, mana shu yerda uy quramiz. Hop, mayli. Mana shu yerlardan uy qursam, mana shakar qamishni oldida bo'lar ekan. Bu juda ham foydali mana shu yerga va mana bu yerga. Bo'ldi, mana shu kichkina uychada ham yashayveramiz, chunki bizga unchalik ham katta uy kerak emas. Chunki narsalarimiz ozginagina. Shuning uchun uyim mana shunday turaveradi do'stlar. Mana bu yer uy qurmoqchiman men. Men uy qurmoqchiman do'stlar. Hop, men hozir uy qurishim kerak. Necha ming trillion marta aytdim uy qurishim kerak deb. Mayli do'stlar, hop. Hozir uyimizni qurishimiz kerak. Mayli, hozir qurib olamiz do'stlar. Mana bu tepalarni ham qilib olsak. Tepalarni ham qilib oldik. Mayli, tepalarni ham qilib oldik, derazani. Endi mana bu yerni qilamiz. Uyimiz 4 ga 3 bo'lar ekan. Mana ko'rib turganingizdek, uyim 4 ga 3 bo'lar ekan. Mayli. Hop. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lgan bo'lsangiz kattaga rahmat. Kommentariya ham yozib qoldiring do'stlar. Hop, pastini albatta biz narsadan qilamiz. Toshdan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 plus mayli 20 ta tosh qo'ylab kelamiz. Mana bu yerdan 20 ta tosh qo'ylashimiz kerak. Mana bu yerda ko'mirlar ham bor ekan. O'tgan qismni ko'rganlar biladi.
Mana bu olmos emas, adashmanglar, bu yangicha ruda. Lekin qanaqa rudaligini bilmayman. Mana pishirib ko'raveramiz. Hop, lekin aniq olmos emas. Ko'rdingiz, olmos emasligini bildingiz. Hop, hozir biz vyajniya qilyapmiz. Temir do'stlar, temir qattiq. Hop, mana bu yerda yana temir bor ekan, naft 3 ta. 3 ta desam, do'stlar, bu yerda temir ko'p ekan. Kimdir obuna bo'ldi shekilli, temir paydo bo'libdi. Mayli. Hop, yana temir. Temirlar ko'payib ketdi. Hop, mayli, bizga hozir 23 ta bo'ldi. Narsamiz, toshimiz. Endi hozir tepaga chiqib bitta lopata yasab olamiz va albatta lopata yasab turib polimizni toshdan qilib olamiz, do'stlar. Ungacha videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Hop, nimalar qilamiz? Hozir aytganimdek lopata yasadim, endi bular bilan mana bu polni olib chiqsam, mana bularni olib olamiz. Bularni ham olamiz, bularni ham. Va polni mana bu taxtadan qilib, taxtadan deyapman do'stlar, toshdan qilib chiqamiz do'stlar. Hop, toshdan qilamiz. Hop, mayli, hop. Ana toshdan qilib oldik do'stlar. Hop, bizga 9 ta tosh otib qoldi va narsalarimizni uyga olib kirishni boshlaymiz. Mana bu sunduqdagi narsalarimni ham, kravatni ham, plus hamma narsamni mana shu uyga olib kiramanda joylashtirishim kerak. Hop, mana bu crafting table'ni ham do'stlar, mana bularni joylashtirib olsam, mana bu yerga kravatimni, mana bu yerga verstagimni, mana bu yerga pechkam, kravat, sunduqim. Hozir yana bitta sunduq yasab olaman. Alohidalik sunduq bo'larmikin yo katta sunduq qilaymikin? Mayli, katta sunduq qilib olaman. Hop, do'stlar, hozir katta sunduq qilamizda, mana bu yerga hozir mebellar yasaymiz. Hop. Ana yasaldi. Ana endi bitta bunaqa qilib turib, mana bunday qilib turib, bunaqa stolcha yasab olsam bo'ladi. Stol ham yasaldi. Mana bu yerga dekoratsiya uchun qo'yib olamiz. Hop, ana bizga anaqa nima achivka ham beradi, adventure. Hop, qachqirib tushayotgan bo'lsa kerak. Mana bu lavlagimiz o'sibdi. Hop, lavlagi urug'ini ekib qo'yamiz. Mana bu yerga lavlagi urug'ini ekib qo'ysak, va hozir bizga qum kerak, chunki mana bu narsa qumlarni qo'yishim uchun, ya'ni deraza uchun qashqirib tushayotgan ekan. Bizga atigi 5 donagina kerak qumdan. Men haliginaqa oyna qilmoqchi emasman, ya'ni yarimtalik oyna emas, butun oyna qilaveraman, chunki blokli oyna. Chunki hozir baribir o'shancha oyna keyin otib qoladi, shuning uchun. Hop, mana bu yerga oynalar, ko'mirlarni qo'yamiz. Hop, mana bu yerga ko'mirlarni qo'ysam do'stlar. Ko'mirlar qo'yildi. Hop, qachqirib tushyapti. Uxlasak bo'lmas ekan. Hop, mayli. Mana bu yerdan shishalarni olamiz. Ya'ni mana bu glass shisha. Mana bu yerga yotamiz va tun ertalab tushishini kutamiz. Hop, ertalab ham tushdi. Mana bu yerga narsamizni qo'yamiz. Glassni, ya'ni oynani. Va hozir bizda yana bitta pechkaga narsa bor ekan, tosh bor ekan. Shu yerdan o'zida yana bitta pechka yasab yuboraman do'stlar. Ustiga qo'yib qo'yaman. Mana buni ustiga qo'yib qo'ysammikin yo bo'lmas ekanda. Bo'pti, mayli. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Chiroylikkina bo'ldi. To'g'risini aytsam o'zimga yoqmadi. Ayli. Mana shu yerga buni qo'yib qo'yamizda, bundoq qilib qo'yib qo'ysak, qanaqa ruda pishar ekan. Endi sunduqqa narsalarimni solib qo'yaman. Hop, sunduqqa solamiz narsalarimizni. Mana bu kartoshkani men yeb yuraman. Urug'larni mana shu solib qo'yamiz. Mana bu kartoshkani men yeb yuraman. Mana bu yerga bloklarimizni qo'yamiz. Bu yerga hamma bloklarni qo'yamiz do'stlar.
Hop, ovqat inventarimda turmay qo'yaversin. Bu yerda turaveradi do'stlar. Hop, bu yerda narsalarimiz turadi. Mayli. Hop, mana bu yerga bitta o'tirib ko'ramiz va o'ynaymiz mazza qilib. Mayli, hop. Endi mana bu yerga qarasak, bizda bitta tin tin nima? Tin ingot degan bitta ruda tushibdi. Mayli, hop, bu yerga buni qo'yamiz, ko'mirni olamiz. Bu yerda esa o'sha bitta ko'mirga mana bu temirlarni eritamiz. Mana tin tin inget rudasini topib oldim. Xullas tin inget degan narsani topib oldim. Mana tin ingot. Men gotni xullas shunaqa rudani topib oldim. Rudalarni bu yerga qo'yaman, taxtani bu yerga qo'yaman. Hop. Temirlarni olib temirlarni keyingi qismda olaman. Hop, bu yerda hech narsa yo'q. Hozir biz bitta eshik yasab olamiz. Ikkitasini bu yerga. Hop, bugungi qismda biz o'qirdik. Keyingi qismlarda nima qilishini kommentariyada yozib qoldiring. Hop, mana bularga mana bu eshikni yasab olsak, juda ham yaxshi bo'ladi. Mana bu yerga qo'yamiz va mana shu sunduqimizga narsalarni solib qo'yib videoni tugataman. Hop. Sizlar bilan qisqa vaqt ichida Zervix bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, keyingi videolarda tomonni yopamiz va rejalarni kommentariyaga yozib qoldiring. Kommentga yozgan narsalaringizga qarab, bu survivorimizni yana ko'proq qismga qilamiz. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Xayr.